Narxlarni davlat siri qilmasdan boshdan aytib o'taman. Atigi 220 ming so'mga to'ppa-to'g'ri eshitdinglar. 220 ming so'm narxga shunaqangi ajoyibgina chiroyli modelda matolari do'ying shtampel teglari bilan kenggina ishlangan ko'ynagimizda faqatgina sizlar uchun qaranglar. Matodan umuman ikrom qilinmagan, kiyganda ham rosa yarashimli bo'lib turadi. Mazza qilib kiyaverasizlar. Ko'rsanglar, chunchiklari ham bor modelimizda, qo'llari ham bejirimgina qilib ishlangan. Ikki xil rasvetkasidan olib kelganimizda ko'rsanglar bo'ladi. Shunaqangi hammaga yoqadigan qora rasvetkasi ignimga kelgan. Izmirudning ranglari ko'rsanglar, fasoni odamni umuman zeriktirmaydi. Oddiy emas, bachkana emas, qulaygina nechta fasonda ishlangan. Fasonni ko'rasizlar, sizga yoqimli matosini aytmaysizlarmi? Badanga shunaqa yoqadi, mazza qilib kiyishlik-ku. Bularning narxlarini qaytadan eslatib o'tamiz. 220 ming so'm, razmerlari 50-razmerdan 60-razmergacha hozircha razmerlari mavjud. Bunaqangi ajoyibgina ko'ylaklarimizni Toshkent shahar Shayxontohur tumanidagi hamda Toshkent shahar Uchtepa tumani Farxatskiy bozori yonidagi magazinlarimizdan bemalol xarid qilsanglar bo'ladi. Albatta bizlarni uzoqlardan, olislardan turib kuzatadigan obunachilarimizda sizlar uchun barcha viloyatlarga ham dastavka xizmati mavjud. Hammalarni magazinda kutib qolamiz, kelaverasizlar. Sizlar eng zo'rlarga munosibsizlar. Endi esa agarda yoqqan bo'lsa, kommentariyada obzorimga birdan ungacha shunday baho qo'yib ketasizlar.